Tushda dron ko'rishning ta'birlari. Bu juda qiziq va zamonaviy ramz bo'lib, odatda kuzatuv, nazorat, balandga qarash, yashirin xabar yoki reja bilan bog'liq tush hisoblanadi. Tushda dron ko'rish hayotga yuqoridan nazar tashlash, vaziyatni chuqur anglash, yashirin reja yoki kuzatuv borligini bildiradi. Tushda dron boshqarayotganingizni ko'rsangiz, vaziyat ustidan nazorat, aql bilan ish yuritish, rejalarni aniq ko'ra boshlashni ifoda etadi. Bordiyu tushda dron sizni kuzatayotgan bo'lsa, o'zingizni baholanayotgandek his qilish, atrofdagilarning fikridan xavotirdaligingizni, sirlar oshkor bo'lishidan qo'rqayotganingizni anglatadi. Tushda dron baland uchayotganini ko'rsangiz, katta maqsadlar, obro' va martaba, yuksalish belgisi hisoblanadi. Bordiyu tushda dron qulab tushsa, rejalarning buzilishi, haddan ortiq ishonch sabab rejalarning buzilishini anglatadi. Tushda dron bilan video olish muhim voqeani hujjatlashtirish, haqiqat ochilishi, kimdir siz haqingizda ma'lumot to'playotganini bildiradi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.